Hayotning unutilmas lahzalarini yanada yaqinroq qilish vaqti keldi. Eng sara tilaklar, eng go'zal so'zlar va unutilmas tabriklar Chehroza Tohirovna bilan. Assalomu alaykum. Qo'llari duodan tolmagan, qalblari esa iymon nurlari bilan ilm-olim bo'lgan aziz mehribonlarim. Barchangizga boshlangan yana bir fayzli kunlar xayrli va barokatli bo'lsin. Tinglab turganingiz va kuzatib borayotganingiz g'oyibona bo'lsa-da, quvonch ulashib kelayotgan tabriklar loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Chehroza. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan navbatdagi go'zal tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Turduxon opani raqamlarimi bu? To'g'ri bog'landikmi? Alo. Assalomu alaykum. Turduxon opa, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Xayrli kechlar bo'lsin. Ayni damda siz bilan tabriklar loyihasi ijodkorlari aloqadamiz. Boshlovchi Chehroza Tohirovna bilan g'oyibona suhbatdasiz. Bezovta qilmadikmi sizni? Rahmat opajon, salomat bo'ling. Avvalambor bugungi tavallud ayyomlar qarshi olgan go'zal bahoringiz muborak bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga sizni tabriklab xursand qilish maqsadida bir mehriboningiz murojaat qilganlar. Kimlardan kutyapsiz shunday chiroyli tabriknomalarni? Taxminlaringiz bormi? Singlim bo'lsa keraklar. Aha, albatta. Barcha yaqinlaringiz nomidan mehribon singiljoningiz murojaat qilganlar. Ushbu tabrikka onajoningiz Qanoatxon ona, qaynonangiz, qaynotangiz, qaynisingillaringiz, qayni ukangiz, umr yo'ldoshingiz, qizalog'ingiz Yasminaxon, o'g'lingiz Asliddin, ukangiz Javohirbek, singlingiz Ozodaxon, jiyanlaringiz Javlonbek, Sumayyaxon, Sadiyaxon, xolajonlaringiz, tog'ajonlaringiz, kelinoyilaringiz va barcha yaqinlaringiz qo'shilib qolgan opajon. Rahmat. Ijozat bersangiz, mehriboningiz nomlaridan yetkazib qo'ysam ushbu chiroyli tabriknomani. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Men uchun bu dunyoda qadri baland bo'lgan qadrli insonim, mehribonim opajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman opajon. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tanu joningiz sog' bo'lsin. Pochchajonim bilan qo'sha qarib, jondan aziz farzandlaringizni baxtu kamolini, rohatu farog'atlarini ko'rib yuring ilohim. Farzandlaringiz sizning mehringizda ulg'ayib, siz orzu qilgandek jannatlarga yetaklaydigan solih soliha farzandlar bo'lib voyaga yetsinlar. Go'zal qalbingiz hech qachon azor chekmasin. Qalbingizda qanday ezgu niyatlaringiz, orzu umidlaringiz bo'lsa, barchasini yaratgan Robbim mukammal ijobatlarini nasib aylasin. Opajonim, mehribonim, bolalik, yoshlik yillarimning eng baxtiyor, eng go'zal damlari aynan siz bilan birgalikda o'tdi. Doimo qo'llarimdan tutib, men bilan birga o'yin o'ynab yurgan o'sha mehribon opajonim. Mana bugun ulg'aydik, hayot sinovlarida, tashvishlarida hamisha mening suyanchig'im, maslahatgo'yim, onamdayin mehribonimsiz. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh bundan keyin ham doimo yonimda bo'ling. Mehr oqibatimiz abadiy bo'lsin. Opajonim, sizdek opam borligidan faxrlanaman. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Jonimga jon tumor, jonimga rishta, uy joyi saramjon doim sarishta. Mehrda tengi yo'q, misli farishta, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Misli oy yuzligim, g'ururi osmon, baloda tayanchim jonimga posbon. Allohim asrasin, doim har qachon, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Farishtalar ichra eng go'zal sanam, dunyoda ko'rmadim siz kabi opam. Qalbimning to'rida o'zingiz hakam, dunyoga tengi yo'q
opam bor mening deya mana shunday chiroyli tabriknomani mehriboningiz yakunlaganlar. Agarda sizning ham ular uchun atalgan qalb so'zlaringiz bo'lsa, marhamat loyihamiz orqali yetkazib qo'yishingiz mumkin. Rahmat. Shunchalik meni haqqiga bo'lsa, o'zim bolalar rohatini ko'rsin. O'zlariga bo'lsin. Bola chaqalarni orzu havaslarini ko'rsin. Ilohim. Amin. Amin ilohim. Go'zal duolaringiz ijobati bilan siylasin Allohim. Mehribonlar baxtiga siz ham doimo sog' va salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Mani juda juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.